Bu baxt Muhammadning onasi bo'lmoq. Allohim shukronam qabul aylagin. O'zing bergan ne'mating Muhammadimni ummatlaring qatorida aziz saylagin. Bu baxt Muhammadning onasi bo'lmoq, bu maqom men uchun buyuk bir sharaf. Duolarim sababi va yoki bilmam, Robbim meni bu baxtga qildi musharraf. Bu baxt isming jaranglashi mening uyimda, har chaqirsam qalbimda o'zgacha titroq. Sen kelding-u aridi g'am tashvishlarim, qayg'ular mendan bo'ldilar yiroq. Bu baxt Rasulimning ismi jismingda, ilohim o'xshasin xislatlaring ham. Istardimki zaki bo'l, oqil bo'l bolam, Qur'ondan bo'lsin suhbatlaring ham. Bu baxt tongda ayni bomdod mahali